Yolg'on va yolg'onchi. Yolg'on insoniyat ko'zgusida haqiqatning sekin yemirilishi. Insoni hayotda eng qimmat boylik oltin ham emas, kuch va qudrat ham emas. Bu ishonchdir. Ishonch ko'rinmas ammo qattiq, barqaror va mustahkam ustun bo'lib, insonlar orasidagi aloqa va munosabatlarni tiklaydi, qalblarni birlashtiradi va jamiyatni barqaror tutadi. U ko'ngillar orasida qurilgan ko'prikka o'xshaydi. Agar bu ko'prik buzilsa, insonlar yolg'izlik va begonalik orollariga ajralib qoladi. Yolg'on esa shu ko'prik poydevoriga sekin uriladigan bolg'adir. Yolg'on dastlab qaraganda oddiy bir xato, kichik og'ayishdik tuyuladi. Go'yo haqiqatdan ozgina chetga chiqish xolos. Ammo bu kichik og'ish takrorlana borib chuqur jarlikka aylanadi. Bu jarlik nafaqat inson bilan boshqalar o'rtasida, balki insonning o'zi bilan o'zi orasida ham paydo bo'ladi. Yolg'on gapiruvchi inson avvalan boshqalarning ishonchini emas, balki o'z vijdonini yo'qotadi. Chunki haqiqat avval qalbda o'ladi, keyin tilga chiqadi. Falsafa nuqtai nazardan yolg'on bu borliqni inkor etishdir. Ya'ni bor narsadan qochib, yo'q narsaga fano izlash. Bu qochish qisqa muddatda foydali ko'rinishi mumkin, ammo uzoq muddatda insonni haqiqiy hayotdan uzib qo'yadi. Yolg'onga o'rganib qolgan inson asta sekin haqiqat bilan xiyol orasidagi chegarani yo'qotadi va sun'iy dunyoda yashay boshlaydi. Bunday dunyoda esa na ishonch bor, na rostlikning qadri. Axloqiy jihatdan qaraganda yolg'on oddiy xato emas, balki insoniy aloqalarga xiyonatdir. Har bir yolg'on boshqa inson qalbiga ishonchsizlik urug'ini ekadi. Bu urug'lar ko'payib, jamiyatni gumon va shubha bog'iga aylantiradi. Shunday muhitda hatto rost so'z ham ishonchsiz tuyuladi. Chunki quloqlar haqiqatni eshitishga, ko'ngillar esa uni qabul qilishga odatlamay qoladi. Misol, o'tgan yillar ichida barcha amaldorlar, vazir, vakil, rais, hokim, boshliq va boshqa ko'ksiga urib men elsevar, o'lkasevar va tilsevarman deganlar, ho pashtun bo'lsin, ho tojik, ho azora, ho o'zbek va boshqa, har doim o'z foydasini o'ylab el, o'lka va tilini bir chaqqaga ham baho etmay o'z ko'kslarini, kisalarini boy etib tashlagan holat. Psixologiya ham shuni tasdiqlaydi. Yolg'onni takrorlash inson ongiga chuqur ta'sir qiladi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, yolg'on ko'paygan sari insonning axloqi, sezgirligi pasayadi. Birinchi uyat, ya'ni sharm va iztirob bilan aytilgan yolg'on keyinchalik oddiy odatga aylanadi. Bu kabi yolg'onlarni o'tgan yillar vazirlar, vakillar, raislar, hokimlar va boshliqlar va boshqalarga hammamiz shohidi bo'ldik. Eng xavfli holat ham shu: inson yolg'onni nafaqat
qiladi, balki uni tabiiy deb qabul qiladi. Bu esa vijdon chirog'ining so'nishidir. Yolg'on ishonch oynasidagi nozik siniq yoriqlikdir. Kichik ko'rinadi, ammo haqiqat aksini sindiradi. Bu siniq aks nafaqat boshqalarni noto'g'ri ko'rsatadi, balki insonning o'z qiyofasini ham buzadi. Yolg'onchi o'zini ham to'g'ri ko'rolmaydi, chunki u kimligi bilan kim bo'lib ko'rinayotgani orasida tafovut paydo bo'ladi. Bu esa shaxsiy inqiroz, ichki yo'qotishdir. Ijtimoiy darajada esa yolg'on yashirin kasallik kabi jamiyat tomirlariga kirib boradi. U ijtimoiy ishonchni yemiradi, hamkorlikni zaiflashtiradi, rivojlanishga to'sqinlik qiladi. Chunki taraqqiyot ishonch va hamjihatlikka tayanadi. Ammo zulmat ichida ham nur bor. Bu rostgo'ylikdir. Rostlik nafaqat axloq fazilat, balki insoni zaruratdir. Rost inson o'zi bilan uyg'un yashaydi. Uning so'zi fikrining aksidir. Amali e'tiqodining dalilidir. Bunday inson vaqtincha zarar ko'rishi mumkin, ammo oxir oqibat u g'olib bo'ladi. Chunki u eng muhim boylikni, ishonchni qo'lga kiritadi. Haqiqatni aytish jasorat talab qiladi. Bu har kimning qo'lidan kelavermaydi. Yolg'on oson ko'rinadi, ammo uning bahosi og'ir. Bu baho boshqalar ishonchini yo'qotish va eng achinarlisi o'zini yo'qotishdir. Oxir oqibat shuni anglash kerak: haqiqat achchiq bo'lishi mumkin, ammo nijot beradi. Yolg'on esa shirin ko'rinsa ham halokatga olib boradi. Agar jamiyat mustahkam bo'lishini istasak, ishonch oynasini asrashimiz kerak. Keling, u to'liq sinmasidan oldin kichik yorug'likni ham e'tiborsiz qoldirmaylik. Chunki haqiqat aynan shu nozik lahazalarda yo sinadi, yo abadiy yashaydi. Yolg'onchining so'zlari zaharli shakar. Yolg'onchining so'zlari zaharli shakar, tashqaridan totli, ichkarida zarar. Ishonch o'yining buzib ketar sekin. Ishonch o'yining buzib ketar sekin, u qalbga solib dar, haqiqatni o'ldirar.